O'zimiz nozil qildik. Qur'onda oyatlarni o'zimiz nozil qildik va buni o'zimiz saqlab qo'yamiz dedi. Bu narsaga hech kim qarshilik qila olmaydi. Din dushmanlari mana 15 asrdan beri shu narsa bilan ovora, ya'ni dinni o'chirish bilan ovora. Va lekin haq hech qachon egilmaydi. Va lekin hech qachon bu Qur'on yo'q bo'lmaydi. Illoki qiyomatga yaqin, ana shu qiyomat soatlari boshlanish arafasida, ana shunday davrning bir davrida Alloh taolo bir kechada ham mushaflardan, ham insonlarning tillaridan, qalblaridan ko'tarib qo'yadi. Hattoki qarang, aytadiki, Qur'onda to'liq yodlagan inson ham ertalabda turib kecha bir narsalar aytib yurardim, bir narsalar deb yurardim, nima ediki u? Deydigan darajada Alloh taolo tildan ham, qalbdan ham ko'tarib qo'yadi bu Qur'onni. Bu qiyomatning alomatlaridan, ya'ni katta alomatlardan hisoblanadi. Hozir qo'llarimizda Qur'on, kitoblar, mushaflar har xillari bor. Telefonlarimizda bor. Har bir uyda musulmonki bor oilada bitta kitob bor, aniq. Lekin u kitobni borib qo'lingizga ushlayman desangiz, ustida mana shunchalik qalinlikda chang bosib ketgan. Qur'on nima o'zi? Qur'on nima uchun nozil bo'lgan? Qur'on nima uchun kerak bizga? Taxtchalarda, servantlarda yoki bir haligi belgilangan kunlardagina olib ishlatilish uchunmi? Yo'q, uning uchun nozil bo'lmagan bizga. Yo bir inson vafot etsa, borib eshigiga kirib tilovat qilish uchun, qabristonga borib Qur'on tushirish uchun, bu Qur'on o'liklar uchun tushirmagan. Qur'onni Alloh taolo o'lik qalblar uchun tushirgan. İnson o'lgandan keyin Qur'onga ehtiyoji qolmaydi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadiki, inson vafot etsa, hamma amali to'xtaydi. Hammasi uziladi, bu dunyodan uziladi inson, banda. Faqatgina illo 3 ta narsa